Assalomu alaykum do'stlar. Men tomosha qilayotganlarga katta rahmat. Mana shuncha shaytonlarni kuzatib, nima vazifalari borligini qiziqib, o'rganib, menga ham kerak deb o'ylab o'tirganlar bor bo'lsa, sizlarga katta rahmat. Eng muhimi, sizlarni qiziqtira olgan bo'lsam, bu mening 2,5 oydan ko'proq vaqtdagi mehnatimning natijasi hisoblanadi, agar sizlar shunga qiziqa olgan bo'lsanglar va men shunga qiziqtira olgan bo'lsam sizlarni. Xo'p, sizlarga mana Shayton Akbar degan programmamni o'sha 2,5 oylik mehnatim ketgan programma. Buni sizlarga oxirgi videosini ko'rsataman. Nimaga oxirgi deyapman? Chunki bu oxirgi emas, aslida 1dan 10gacha bo'lgan shaytonlarning 2dan juft-juft qilib sizlarga ta'riflab berganlarimning oxiri hisoblanadi. Bundan keyin agar qiladigan bo'lsam, har xil provalar, tajribalar olib borib ko'rsatishim mumkin yakka-yakka qilib yoki 3tadan 4tadan qilib qo'shib tashlab qilishim mumkin. Vaqtini 1,5 minutlik emas, 5 minutlik qilib ko'rsatishim mumkin. Xullas har xilcha qilib kontentlar qilib ko'rsatishim mumkin. Endi nima desam ekan, hozir bu yerda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'layotganim oxirgi 2 dona shayton. 9 va 10 shayton hisoblanadi. Mana men aktivatsiya qilib qo'yganman. Ikkalasini ham qo'shib qo'ydim. Xo'p, interval 5 sekund. Vaqti 1,5 minut, har doimgidek. Xo'p, endi 9-shaytonning vazifasiga qaranglar, boshqalarnikidan keskin farq qiladi. Xo'p, aytyapti mana 9-shayton zayn fe'lining turli shakllarini ko'rib bo'lgandan keyin boshqasiga almashtirib qo'yish. 10-shayton esa xuddi shu narsani haben fe'lining turli shakllari bor. Bilasizlar, ich habe, du hast deganday. Xo'p, ana shu narsalar erhat deganday, ana shu narsalarni almashtirib bizga chiroyli qilib nima qilib beradi. Biz ichidan xatoni topishimiz kerak bo'ladi. Xatosini to'g'risiga almashtirib qo'yish vazifamiz hisoblanadi. Qani, mana shu narsani qanchalik uddalay olaman? Videoga like bosinglar, tomosha qilinglar, kommentlar yozib, fikrlaringizni yozib, dasturning keyingi rivojlanishida bir yordamlaringizni beringlar. Kimga kerak bo'lsa mana xarid qilib, o'zlaringiz uchun bir yaxshigina dasturiy ta'minot, qurol, ya'ni o'quv qurollini tayyorlab olinglar. Endi yana aytishim mumkin, bundan keyin balki aytish qo'limdan kelmar, e'tirozlar qilishlaringiz mumkin. Voydod, bu shaytonni ham nima qiladimi, o'ziga yaqin oladimi? Voydod, bu zarar-ku, bu iymonga zarar, bir narsa zarar, diyonatdan ketdik, yo'q bo'ldik, boshqa bo'ldik. Xullas, o'qiyman deydigan odamga, demoqchi bo'lganim, o'qiyman deydigan odamga hech narsa to'siq bo'lmasligi kerak. U shayton degan nomi bo'ladimi, iblis degan nomi bo'ladimi, yoki boshqa bir narsalar nomi bo'ladimi, arvohmi, borku, monster, vampirmi, nima farqi bor? Hammasi bir uydirma-ku bunday olganda. Ishonadiganlar ham bordir, mayli, ishonsangizlar ishonaveringlar, bemalol. Hop, ishonsangizlar ishonaveringlar, lekin bu unga sig'ininglar degani emas, yoki bir nimadan chiqib ketinglar degani emas, ramkadan. Bemalol shayton o'yini, hech qanaqa zarari yo'q, o'zining botlari bor. Bu raqamli algoritm. Bemalol o'zlaringizni bilimlaringizni sinab, kuchayib olib, kelajak uchun eshiklaringizni ochinglar. Men o'qiyman, men kelajagimni buyuk qilaman, hozirdan fundamentim qo'yishim kerak degan bir tayini bor odamlar uchun bu programma aynan mana shunday odamlar uchun mo'ljallangan. O'zi e'lanadi-da, saylanadi, kim o'qiyman, kelajakni buyuk qilaman deydiganlar uchun mana shunaqa sinovlar bor-da. Mana shu shayton programmasi ham shu sinovlardan bittasi. Voydod shayton degan nomi uchun voydod deb qo'rqib agar o'zingizni sindirsangiz, bundan keyin qiyin bo'ladi. Hech qanaqa zarar bo'lmaydi deb o'qiydiganlar uchun oson bo'ladi. Bundan keyingi mana Germaniyalarda ishlab ketish ko'pchiligimiz xohlayapmiz mana. Men tayyor qilib qo'yganman, endi qaranglar, hamma nima tayyor ichida. Mana shuni men promptga ham GPTga kiritib qo'ydim, qarangda. Bu yoqda ekan. Xo'p, mana qaranglar, prompt berib qo'yganman shayton 9 uchun va 10 uchun alohida. Mana bu yoqqa promptga o'zini yozish yetarli bo'lmaydi. Vazifalarni ham ozgina kiritib qo'yish kerak. Qolgan ChatGPT o'zi tushunib ketadi deb o'ylayman. Xo'p, mana keyin originalini berib qo'ydim. Xuddi mana shu narsani
tekst maydoniga ham kiritib qo'yganman programmamni. Xo'p, endi start berish kutilyapti faqat. Start berish hamishaki mashhur so'z "Shayton akbar" degan so'zdan boshlanadi. Mana boshladik. Ana endi katta ekran qilib qo'yamizda. Xo'p, endi himoya qilamiz tekstni. Do ist emas. Do bist bo'ladi. Kirillchaga ekan lotnicha qilib qo'yishim kerak. Do bist, Ich sind emas. Ich bin bo'ladi. Qani edi? Ich bin bo'ladi. Yana Sie habst emas, Sie haben. Sie haben. Nima bo'lib qoldi? Haben, Yana qayerga qarayapmiz? Wir heute ein wichtiges, hat wir. Yo'q. Haben wir bo'ladi. Haben wir bo'ladi. Mana. Yana qayerda va hast du, to'g'ri bu. Wir bin. Wir sind bo'lish kerak. Agar mana adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, mana davomi ist du. Bist du bo'lish kerak. Bist du. Seid es. Yo'q, seid ihr bo'ladi bu. Xo'p, yana qayerda bor edi? Ist du, bist du. Vaqt tugab qolibdi, afsuski. Endi bu narsani har doimgi qiladigan ishimiz screenshot bilan qilinadi. Xo'p. Screenshotni mana unda qaysi programmalardan foydalanishni maslahat beraman. Uni olib Paintga ko'chir, Paintdan qirqib yoki qirqadigan boshqa programmalar qilib uni saqlanib qil, format tanla, JPEGmi, PNGmi, uni qiynalib o'zingizni qiynab o'tirgandan mana shunaqa qaysi programmalar bilan sekingina qirqib olinglar, qutulinglar, maslahatim. Xo'p. Endi bundan chiqsa ham bo'larmikin? Xo'p. Uni bundoq qilamizda. Endi xo'p, nimaga o'tib qo'ya qolamiz? Ochib ko'ramiz qani nima bo'lib saqlanib bo'lgan. Mana sariq rangli tekstim saqlanib bo'lgan. Endi buni bu yoqqa qo'yamiz. Nima dedi? Men o'qib ko'p mazmun tushuna olmadim. Qaytarib o'ryaptimi? ChatGPT отказ qilyapti. Afsuski do'stlar, soat. Xo'p, buni nima qilamiz endi? Shu narsani hozir tuzatishga harakat qilaman. Mayli, sal pauza qilib turamiz endi do'stlar. Uzr do'stlar, sal uzilish bo'lib qoldi. Xo'p. Qaytamiz bu yoqqa. Mana Gemini ishlatishni boshladim. GPT qotib qoldi. Odamda bir запасной sun'iy intellekt bo'lgani ham yaxshi ekan, faqat bittasiga bog'lanib qolish effekt bermaydi, samara bermaydi. Mana bunga tashab qo'ydim. Xuddi shu nimalarni GPT dan olib bunga kiritib chiqdim. Endi bu sal boshqacha qilsa kerak, chunki hammasini aqli har xil. Xo'p, nima deyapti? Qaraymiz. Xo'sh, qani mana bu yerda nimalarni ko'rsatyapti? Sal anglashim qiyinroq bo'lyapti. Keyingi hisobot deyapti. Haben fe'li bo'yicha alohida hisobot. Xo'p, bilim tezkorligi bo'yicha hisobot. Bu unchalik ham hisobotni yaxshi qila olmas ekan, lekin sal prompt injeneriya degan narsalar ham bo'ladi. Iltimos hisobotni deylik. Iltimos hisobotni boshqa usulda foizlari bilan ko'rsatib qiling. Uzr, yana texnik uzilish bo'lib qoldi. Xo'p. Nima deyotgandim? Mana bu yerda yozayotgandim nimani? Foizlarni ko'rsatib kirillcha o'tib ketib qolgan. Foizlarni ko'rsatib qilib bering.
iltimos demoqchi edim. Bu yoqda boshqacha ketib qolgan. Xo'p, iltimos hisobotni boshqa usulda foizlar bilan ko'rsatib bering. Xo'p, qani ko'ramiz qanchalik o'zi yozyaptimi? Ha, yozyapti. Xo'p. Qiruvchda holat. Zayn bilan Haven, ha. Jam tekshirilgan mana qiruvchda botlari muvaffaqiyatli buzgan 25 ta. Man tomonidan himoyalanganlar 18 ta. Xo'p, matnning umumiy zararlanishi 58,1%. Ya'ni man muvaffaqiyatli himoya qilganman 41% ekan. 42 desak ham bo'ladi. Xo'p, bu endi umumiy nimasi bo'yicha Zayn fe'liniki 65% ekan, Haben fe'liniki 50%. Man demak Habendan ko'ra Zayn yaxshiroq bo'lar ekanman endi mani nimam bo'yicha. Xo'p, shunaqa natija chiqyapti. Xo'p, natijaviy diagrammasi hech narsa ko'rsatmagan. Xo'p, program skript uchun xulosa. Bilim test natijasi 41%. Xo'p, grammatik qalqon zaiflashdi. Haqiqatdan ham, chunki oldin men 66% nima qilgan bo'lsam, 7 bilan 8-sida bu shaytonlarda men shu darajada zaiflashib ketibmanki, 41% ga tushib qoldim. Ko'ryapsizlarmi? A'lochi deb hisoblanadigan o'zimni men bilaman deb yurdim. Mana bilinib qoldi bilmasligim. Xo'p, endi demoqchi bo'lganim, do'stlar, sizlar ham o'zlaringizni bilaman, shart emas menga programmasiz ham uddalayman deb o'zlaringizga katta baho bermanglar, juda katta zarba bo'ladi. Mana bu programma sizlarni ayblaringizni ochib beradi deb o'ylayman. Mana shu shayton programmasi qani edi? Mayli do'stlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayr.